Amerikada bugun onalar kuni, eng yaqin insonlarimizni xursand qilish kuni. Aslida onamni uyimizga chaqirib oilaviy katta bayram qilishni rejalashtirgan edim, ammo afsuski ishidan javob ola olmadi. Shuning uchun o'zim onamga kichik bir syurpriz qilishga qaror qildim. Avvaliga bir kun oldin o'z qo'llarim bilan sovg'a tayyorlash niyatida magazinga borib kerakli buyumlarni olib, katta chiroyli buket yasadim. Onamning didi nozik bo'lgani uchun u kishiga yoqadigan sovg'ani topish qiyinroq. Shuning uchun buket ichiga sovg'a olish uchun bir oz pul ham qo'ydim. Amerikada ayniqsa onalar kunida o'z qo'lingiz bilan yasalgan sovg'alar juda qadrlanadi. Ertalabdan turmush o'rtog'imning oilasini nonushtaga chaqirgan edim. 15 kishilik nonushta tayyorlab, uyni yig'ishtirib, Queens, New York tomon yo'lga chiqdim. Bayram kuni bo'lgani uchun yo'llarda tirbandlik ham anchagina ekan. 1,5 soat deganda yetib bordim. Opam va onam bilan haqiqiy Uyg'urlar restoraniga borib lag'mon yedik. Bu mening hayotimdagi birinchi haqiqiy Uyg'ur lag'moni edi va bu menga juda ham yoqdi. O'g'limga keladigan bo'lsak, onamga yasagan qo'lbola gullarim juda ham yoqdi. Bugun onamning yuzida tabassum ko'rish men uchun eng katta sovg'a bo'ldi. Sizchi onangizga qanday sovg'alar berishni yoqtirasiz? Yoki ona sifatida qanday sovg'alar olishni yoqtirasiz? Sotib olingan narsalarmi yoki qo'lbola sovg'alarmi? Fikringizni izohlarda kutib qolaman.